O'zbekistonda 1-iyuldan uy sotib olishda eskrov tizimi joriy etiladi. Kuryerlik faoliyatini amalga oshirish tartibi belgilandi. Toshkent va Pusan yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Toshkentda 11 yoshli qiz tok urishidan vafot etdi. Assalomu alaykum. Kun davomida kunuzda yoritilgan O'zbekiston yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. 2025-yil 1-iyuldan O'zbekistonda uy-joy xarid qilish jarayonida eskrov tizimi amaliyotga joriy etiladi. Yangi tartib fuqarolarning huquqlarini muhofaza qilish hamda qurilish sohasida qonuniylikni ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi tizimga ko'ra shartnomalar faqat davlat ro'yxatidan o'tgan qurilish obyektlari bo'yicha tuziladi. Shuningdek, xaridor to'layotgan mablag' to'g'ridan-to'g'ri qurilish kompaniyasiga berilmaydi, balki bankdagi maxsus eskrov hisobvaraqi orqali amalga oshiriladi. Qurilish ishlari kamida 30% ga bajarilganidan so'nggina bank tomonidan mablag' ko'chiriladi yoki kredit ajratiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab esa faqat eskrov hisobvaraqi orqali hisob-kitoblarga ruxsat etiladi. Qurilish sohasida shaffoflikni ta'minlash maqsadida shaffof qurilish axborot tizimi joriy etiladi. Elektron tijoratda kuryerlik xizmati faoliyatini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Nizomga ko'ra, kuryer tadbirkor hamda yetkazib berish xizmati operatorlari bilan mehnat shartnomasi va yoki fuqarolik huquqiy shartnomalari asosida tovarlarni yetkazib beruvchi jismoniy shaxs, shu jumladan o'zini o'zi band qilgan shaxs hisoblanadi. Yetkazib berish xizmati operatorlari va kuryerlar shartnomada nazarda tutilgan bo'lsa, xaridorlardan tovar va yetkazib berish xizmatlari uchun to'lovlarni qabul qilishga haqli hisoblanadi. Bunda nazorat, kassa texnikasini majburiy qo'llash yoki elektron yoxud qog'oz shaklida chek taqdim etilishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishda transport vositalari va termokonteynerlarning toza hamda soz holatda bo'lishi, muntazam yuvilishi va dezinfeksiya qilinishiga amal qilish lozim. Janubiy Koreyaning Pusan shahriga Qanot Sharq aviakompaniyasining ilk samolyoti borib qo'ndi. An'anaga ko'ra samolyot suv arkasi bilan tantanali ravishda kutib olindi. Pusan Toshkent yo'nalishi bo'yicha ilk parvoz arafasida aeroportda mazkur havo qatnovining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shu tariqa Toshkent va Pusan o'rtasida muntazam qatnovlar yo'lga qo'yildi. Parvozlar qulay A330 samolyotlarida haftasiga 2 marta, chorshanba va payshanba kunlari amalga oshiriladi. Pusan shahri Seuldan keyin Janubiy Koreyaning ikkinchi yirik shahri va mamlakatdagi eng katta port shahar hisoblanadi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimi sobiq o'rinbosari ozodlikdan mahrum qilindi. Kun.uz sud hujjati bilan tanishdi. 34 yoshli Bekzod Davlatov Qo'shko'pir tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi moslamalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. U o'zida qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer maydonlarini ajratish vakolati bo'lmasa-da, o'tgan yilning noyabrida fuqaroga tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan jami 51 gektar yer maydonini auksion savdolari orqali uning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilgan. Buning evaziga hokimlik tizimidagi yuqori lavozimlarda ishlovchi mansabdor shaxslarga har bir gektar maydoni uchun $500 va dastlabki hujjatlarni rasmiylashtirish uchun yana 50 million so'm berish kerakligini aytib aldagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Tuproqqal'a tuman sudining 2025-yil 11-apreldagi hukmi bilan Bekzod Davlatovga 2 yil davlat ishtirokidagi korxona va tashkilotlarda moddiy javobgar hamda mansabdor lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 8 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tash belgilangan. Ijtimoiy tarmoqlarda 11 yoshli qizni tok urishi oqibatida vafot etgan haqidagi xabarlar tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotida keltirilishicha, hodisa 30-may kuni sodir bo'lgan. 2014-yilda tug'ilgan qiz Mirobod tumani Amir Temur ko'chasidagi savdo do'konlaridan birining tom qismiga ukasining o'yinchog'ini olib tushish uchun narvon yordamida chiqqan. Qiz o'yinchoqni olib qaytib tushayotgan vaqtida tom qismiga yaqin joyda o'tuvchi elektr tarmog'ini ushlab olgan. Buning oqibatida u tok urib voqea joyida vafot etgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan kunning asosiy mavzulari mana shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, Kun.uz'ni kuzatishda davom eting.